Hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamadinglarmi? Demak, sizlar bilan Nodira Begim milliy sertifikatga tayyorlash guruhi uchun gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi haqidagi testlarimizni tahlili maxsus tayyorlandi. Demak, sizlarga birinchi testimizni o'qib beraman. Demak, mana shu gapdagi so'zlarni mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini to'g'ri ko'rsatilgan javobni topishimiz kerak. Demak, qarang, mazmun jihatdan va grammatik jihatdan bog'lanish deganda biz olamiz, so'z birikmasini olamiz. So'z birikmasini, so'z qo'shilmasini olamiz. So'z qo'shilmasi bo'lsa olamiz va ega kesimni, ya'ni gapni ham olamiz. Bunga mumkin. Shu esimizda tursin. Demak, har tong ko'zimni ochganimda mayda-chuyda buyumlarga to'la eski xonamni har yerda sochilib yotgan kiyimlarimni va tokchadan o'rin olgan maktabda qo'lga kiritgan yutuqlarimni ko'rishni juda xohlayman. Demak, bizda qaysi so'zlar qaysi so'zlarga bog'lanayotganligini bir qator eslatib o'tamiz. Har tong ko'zimni ochganimda mayda-chuyda buyumlarga to'la eski xonamni, to'la xonamni. Hop, har yerda sochilib yotgan kiyimlarimni, tokchadan o'rin olgan, maktabda qo'lga kiritgan yutuqlarimni, o'rin olgan yutuqlarimni ko'rishni xohlayman va juda xohlayman. Har tong ko'rishni. Ko'zimni ochganimda ko'rishni. Demak, mana shu so'zlarimiz mana shu so'zlarga tobelanar ekan. Demak, testni kalitidan boshlaymiz. A javob. Mayda-chuyda xonamni. Yo'q, mayda-chuyda so'zimiz buyumlarimga so'ziga tobelanyapti. Xato. Qo'lga kiritgan bu ikkalasi bitta bo'lib turib, yasama fe'l, ya'ni bitta mustaqil so'z sifatida olamiz. Bitta. Xo'p, ko'rishni xohlayman mavjud. Eski xonamni mavjud. Demak, to'g'ri javobimiz B javob bo'ldi. Kiyimlarimni maktabda, bu yerda mazmun jihatdan bog'lanmayapti. Har yerda o'rin olgan. Yo'q, har yerda sochilib yotgan so'ziga tobelanar edi. D javob. Qo'lga kiritgan yutuqlarimni. To'g'ri, mana bu bor, mana bu yerda. Kiyimlarimni tokchadan degan so'zimiz xato bo'lyapti, chunki kiyimlarimni so'zi kiyimlarimni ko'rishni degan so'zga tobelanyapti. Tokchadan so'zi esa o'rin olgan so'ziga tobelanyapti. Demak, bu ham xato bo'ldi. To'g'ri javobimiz B variant ekan. Ikkinchi savol. Derazani ochishim bilan osmono'par binolar, har tomonga shoshilayotgan mashinalar bilan to'lib toshgan yo'llar, tekis maysazorlar va odamlar bilan gavjum piyodalar yo'lakchasiga ko'zim tushadi. Demak, endi javobdan ketamiz. Tekis maysazorlar mavjud, mana tekis maysazorlar binolariga ko'zim tushadi. Bizda uyushiq bo'laklar mavjud bo'ladi, albatta mana shunday testlarimizda va uyushiq bo'laklarni ham bilamizki, bitta so'zga tobelanganligini biz darslarimizda o'rganganmiz. Demak, bu yerdagi uyushgan bo'laklarni ko'ramiz. Osmono'par binolar, yo'llar hamda yo'lakchalarga ko'zim tushadi. Demak, binolarga ko'zim tushadi, yo'llarga ko'zim tushadi, yo'laklarga ko'zim tushadi. Demak, haqiqatda ham binolarga ko'zim tushadi, tekis maysazorlar mavjud ekan, to'g'ri ko'rsatilgan. B javob. Gavjum mashinalar. Yo'q, gavjum mashinalar emas, gavjum piyodalar yo'lakchasiga tobelanyapti. Tekis yo'llar. Bu to'lib toshgan yo'llar so'z tobelanyapti, yo'llar so'ziga, tekis so'zi esa maysazor so'ziga tobelanyapti. Demak, ikkalasida ham xatolik bor. C javob. Shoshilayotgan piyodalar. Shoshilayotgan mashinalar so'ziga tobelanyapti. Demak, xato bu ham. Ochishim bilan, mana bu darsimizda o'rgandikki, ko'makchilar ikkita mustaqil so'z turkumini bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Bunda esa ochishim bilan ko'zim tushadi deganida biz nima deb olardik? To'liq so'z birikmasi deb olgan bo'lardik. Lekin bu nima? Tugallanmagan so'z birikmasi sifatida bo'ladi-da, shuning uchun ham biz buni ola olmaymiz. Tugallanmagan so'z birikmasi. Demak, D javobim ketdi. A javobimiz to'g'ri bo'ldi. Uchinchi savol. Odatdagidek
u yerda bizni atrofga o'zidan dizel tutuni taratadigan yorqin rangga bo'yalgan aravalarda olib borishdi. Endi mana bunaqa kirish so'z, undalma, gap bo'laklarga bevosita tobelanmaydigan so'zlarimizni umuman chiqarib tashlaymiz, chunki bu hech qaysi so'z bilan nima qilmaydi, tobelik yoki deylik hokimlik vazifasini bajarmaydi. A javobdan ketamiz. Kechirasizlar. Atrofga o'zidan. Atrofga so'zimiz atrofga taratadigan so'ziga tobelanyapti. Demak, bu xato bo'ldi. Yorqin aravalarda emas, yorqin so'zimiz rangga so'ziga tobelanyapti. U yerda to'g'ri, qaysi yerda? U yerda to'g'ri. Atrofga taratadigan. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Haqiqatan atrofga so'zi taratadigan so'ziga tobelanyapti. Taratadigan so'ziga yana tutunni taratadigan, o'zidan taratadigan degan so'zlarimiz so'z birikmasidek qila oladi. Demak, B javobni belgilaymiz. Yorqin rangga to'g'ri, lekin bizni aravalarda deganimiz noto'g'ri. Bizni so'zimiz olib borishadi so'ziga tobelanyapti. Demak, mana shunda ham xato. Taratadigan aravalar emas, taratadigan yorqin rangga bo'yalgan aravalar. To'g'ri, taratadigan so'zimiz aravalarga tobelanyapti, lekin dizel tutuni o'zidan dizelning tutunini taratadigan to'g'ri bo'lyapti. Taratadigan bo'yalgan aravalarda olib borishadi. Taratadigan aravalarda yorqin rangga bo'yalgan aravalar. Mana shu yerda javobimiz ham to'g'ri bo'lib qolyapti. Ha, bu ikkita javobimiz to'g'ri ketib qopti mana shunda. Mayli, ketdik. 4-si. Imtihonlar davom etayotgani uchun maktabga har doimgidek soat 8 da emas, balki 9 da borishimiz kerak edi. Balki 9 da mana bu bo'lmaydi. Chunki 9 da so'zimiz borishimiz kerak so'ziga tobelayapti. Bu yerda tobe so'z, ya'ni erga so'z. Hokim so'zlik qila olmaydi. Imtihonlar uchun maktabga. Imtihonlar so'zi davom etayotgani so'ziga tobelanyapti. Xo'p, endi demak A javobimiz chiqib ketdi. B javobga qaraymiz. Maktabga borishimiz. Maktabga har doimgidek soat 8 emas, balki 9 da borishimiz kerak. Maktabga borishimiz kerak edi, to'g'ri. Imtihonlar davom etayotgani, ana bu ham to'g'ri. Imtihonlar davom etayotgani maktabga borishimiz kerakka to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javobimiz B javob bo'ldi. S javob. Maktabga doimgidek, bunda ham tugallanmagan. 8 da emas, bunda ham tugallanmagan. Imtihonlar uchun tugallanmagan, har doimgidek ham tugallanmagan. Demak, B javobimiz to'g'ri bo'ldi. Endi 5-savolimizga qaraymiz, o'rtoqlar. Shunda Qodir Xudoning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilib qushga aylantirib qo'yibdi. Xo'p, shunda ko'zini, yo'q, shunda aylantirib qo'yibdi. Qodir Xudoning qahri kelibdi. Kelibdi-yu, aylantirib qo'yibdi. Ikkovining ko'zini ko'r qilib qushga aylantirib qo'yibdi. Ko'r qilib aylantirib qo'yibdi. Demak, mana shu so'zlarimiz bir-biriga tobelanyapti. Endi bizga mana shunga to'g'ri keladigan so'zimiz mana S javobda berilyapti. Ikkovining ko'zini qushga aylantirib qo'yibdi. Aylantirib qo'yibdi degan so'zimiz o'zi bitta savolga javob bo'lyapti. Shuning uchun ham buni biz so'z birikmasiga olamiz. Keyingi 6-savolimiz. O'sha iztirobli afsonani aytayotganingda inidan mo'ralagan qaldirg'och bolasidek ko'rpadan bosh chiqarib yotgan 5 bolaning bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlarmiding? Demak, testlarimizga ikkidan qarab ketamiz. A javob. Iztirobli afsona. O'sha afsonani, iztirobli afsonani olamiz. Inidan mo'ralagan, to'g'ri. Inidan mo'ralagan qaldirg'och. Demak, ikkalasi ham so'z birikmasi sifatida olsak bo'ladi. Ya'ni mazmun va grammatik jihatdan to'g'ri bog'lanyapti. Afsonani ko'rpadan degan so'zimiz to'g'ri kelmaydi. Chunki afsonani aytayotganingda desak to'g'ri bo'lardi. Hatto bir-biri bilan bu ham tugallanmagan. Bosh chiqarib, nima qilib bosh chiqarib bitta so'zga javob, bitta so'roqqa javob bo'ladi. Shuning uchun ham bu qani bosh chiqarib yotgan. Qanday yotgan? Bosh chiqarib yotgan. Demak, mana shu ham xato. Bolang bo'lishini. Bolang
inoq so'zi bo'lishini so'ziga bog'lanyapti. To'g'rimi? Demak, bu ham xato. To'g'ri javobimiz A bo'ldi. 7. Gazetachining ishi bir tomondan uloqchi otga, ikkinchi tomondan omoch tortayotgan otga o'xshaydi. Uloqchi otdek manzilga yuguradi-yu, yer haydaydigan otdek har kuni omoch tortadi. Xo'p, to'g'ri javobimizga qaraymiz. Otdek har kuni mazmun jihatdan bog'lanmayapti. Ketdi ayimiz B. Tortadigan o'xshaydi. Tortadigan otga so'ziga tobelanyapti. Bu ham ketdi, xato. Har kuni haydaydigan. Xo'p, qani har kuni so'zimiz har kuni omoch tortadi. Bu ham xato bo'ldi. D javobimiz. Har kuni, mana har kuni tortadi, omoch tortadi. To'g'ri. Manzilga yuguradi. Xo'p, mana manzilga yuguradi. To'g'ri. Demak, D javobimiz to'g'ri ekan. 8-savol. Shunda qor gupillab yog'ib turgan mudhishgacha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z oldimga keladi-yu, indamay chiqib ketaman. Esimizda bu O'tkir Hoshimovning Gilam paypoq hikoyasidan olingan. Gupillab yog'ib, yo'q. Gupillab yog'ib turgan bo'lsa olardik. Ketdi A. B. Mudhish kecha albatta mavjud. Bir-biriga tobelanyapti. Bitishuvli birikma. Qip-qizil go'sht. Bu ham tobelanyapti, bu ham bitishuvli birikma. B javobni olamiz. Chiqib ketaman bitta bu yasama so'z, fe'l plus fe'l tarzidagi. Bunda esa bitta mustaqil so'z sifatida olinadi, ikkinchi mustaqil so'zli turkumimiz yo'q, shuning uchun ham bu tugallanmagan. Bittagina so'z xolos, birikma yoki deylik bog'lanishi yo'q. Qor gupillab, to'g'ri, qor gupillab desak bo'lar edi, lekin mana bu chiqib ketaman uchun siz javobni ola olmaymiz. Shunda yog'ib, to'g'ri kelmaydi. Onamning qip-qizil. Onamning so'zi oyoqlari so'ziga bog'lanadi. Esingizda mana qaratqich kelishiga qo'shimchasi o'zidan keyingi so'zni egalik qo'shimchasi olishini talab qiladi. Demak, bular ham xato bo'ldi. Bizda B javob to'g'ri. 9-savol. Bu qizning falsafa fakultetida o'qiyotganini eshitgandim. Mahalladagi eng modniy qizlardan ekanini, jinsi shim kiyib yurishini bilardim. U kechagina ko'chada cherta o'ynab yurgan qizaloqdan bunchalik ilmoqli savol kutmagan edim. Fakultetida o'qiyotganini, to'g'ri. Kechagina ko'chada, yo'q. Kechagina o so'zimiz o'ynab yurgan so'ziga bog'lanyapti. Ko'chada o'ynab yurgan, cherta o'ynab yurgan. Demak, o'ynab yurgan so'zi o'ziga 3 ta tobe so'zni bog'layapti. Demak, bu xato. Xo'p. Cherta o'ynab yurgan, xo'p, fakultetida o'qiyotganini bo'lish kerak edi, xato. Ko'chada yurgan. Xo'p. Ko'chada bizda bor. Mana ko'chada o'ynab yurgan bo'lish kerak edi-ku. Bu ham xato bo'ldi. Demak, ilmoqli savol bor bu yerda. Ilmoqli savolimiz mana ilmoqli savol bor, bitishuvli birikma. Qizning o'qiyotganini. Mana bu qizning o'qiyotganini, fakultetida o'qiyotganini, falsafa fakultetida deganda to'g'ri bo'ladi. Demak, qizning so'zimiz o'qiyotgan so'ziga tobelanyapti. D javob to'g'ri. 10-savol. Choyxonada odam yo'q hisob. Eski namat tashlangan so'rida bir chol oftobda mudrab o'tiribdi. Yonida tumshug'i chegalangan choynak, sopol piyola. Xo'p. Eski namat to'g'ri tobelanyapti. Chol mudrab o'tiribdi. Bir chol oftobda mudrab o'tiribdi. Demak, oftobda mudrab o'tiribdi, chol mudrab o'tiribdi. Ikkalasi ham bizning talablarimizga javob beradi. Chegalangan piyola. Xo'p, bu chegalangan piyola emas, chegalangan so'zi choynak so'ziga tobelanyapti. Shuning uchun ham bu xato. Choyxonada o'tiribdi. Choyxonada odam yo'q hisob. Choyxonada yo'q hisobga bog'lanyapti. Demak, bu ham xato. Yo'q hisob eski so'rida. Eski so'rida emas, eski so'zimiz namat so'ziga tobelanyapti, xato. A javobimiz to'g'ri bo'ldi. 11. Choyxonada ro'parasida pastak tomiga qora qog'oz tashlangan, derazasining ko'ziga yaltiroq Xitoy qog'ozi yopishtirilgan sartaroshxona bor ekan. Xitoy ajabni ketamiz. Xitoy choyxona. Xitoy so'zi Xitoy qog'oz so'ziga bitishuvli birikma bo'lyapti. Choyxona tomi. Choyxonaning ro'parasida bo'lyapti. O'rtoqlar, demak bu yerda tomiga so'ziga pastak so'zi tobelanyapti. Bu xato bo'ldi. Derazaning ko'zi. To'g'ri, mana derazaning ko'zi. Bunda to'g'ri bo'ldi. Pastak tom. Barakalla, mana turibdi.
Demak, B javobimiz to'g'ri ekan. Ko'ziga yaltiroq so'zimiz ma'no jihatdan bog'lanmayapti. Chunki ko'ziga yopishtirilgan so'ziga bog'lanyapti mana. Ko'ziga yopishtirilgan, yaltiroq Xitoy qog'oz yopishtirilgan. Demak, bu ham xato. Tomiga tashlangan. Qani pastak tomiga tashlangan, tomiga tashlangan, qora qog'oz tashlangan. Qora qog'oz so'zi ham bir-biriga nima bo'lyapti? Tobelanyapti. Endi bor bu, lekin yaltiroq yopishtirilgan emas, yaltiroq qog'oz. Xitoy qog'oz, yaltiroq qog'oz. Ikkala so'z ham qog'oz so'ziga tobelanyapti. Demak, mana shu javobimiz B javobimiz to'g'ri bo'ladi.